Ya salam hurmatli obunachilar, sog' salomat yuribmisizlar. Ya mo'rindiqdik. Ne belant etib bermeyin. Normal etik koyduk. Pesnazı endi qo'shib beramiz endi tishlatib. Bu yerda mangal, kichkina mangal qo'yiladigan bo'ldi 70lik. İçi 80 qoldi shu uchun. Polni obrisovka oladi beram, ko'chasam obrisovka beram. Hozir shuni tishlab netib beramiz endi. Bu yerda 25 santim yanına barpam bo'lmaydi. Shipr aranda 1 metr aranda edi. Şu an polni stiklovata o'rab, netib o'tirdik buni. 7lik listdan qo'yib berdik yana, qolin 7lik. 07 mi 7 mi deb aytiladi. Ağaçın arasında. Başka ilacı yok edi. Şimdi döşük kaldırılıp berlik ketilgan. Xudo xolasa yana 2 kat stiklovata aylantirib, skoch bilan netib. Moshni oldu. Endi olib borib shunga tishlatamiz endi stiklovata. Polni yana. Xudo xolasa. Bu yanda qamış yo'q, kurishni taxta qo'yilib netilgan ekan ben samollay. Eyvanda qamış bor ekan ben tarafında. Qarshi görüp boravering ha. Bloger hovlisini narsani qo'yib boraveramiz endi. Bugun hozir mo'rin qo'ysak, bitdan keyin materialga ketamiz уже granit uchun. Xudo xolasa. Angola Black degan granit olib kelamiz hozir. Shaytona düzib. Tana o'rtadan o'tdik. Polni 5 metr mo'ri shaytona düzib qo'yildi. Qarshi görüp boraveringlar. Tashab boraveramiz.